Aziz tomoshabinlar, bugun biz siz bilan har bir nafaqaxo'r uchun, shuningdek, oilasida nafaqaxo'rlar bor har bir inson uchun nihoyatda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilsangiz, aprel oyidan boshlab byudjetingizni sezilarli darajada tejash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu sizning qonuniy haqqingiz bo'lgan pullar haqida gap ketmoqda va ko'pchilik bu imkoniyatdan bilmasdan foydalana olmayapti. Bu ma'lumot sizning hayotingizni yengillashtirishga yordam berishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamlar bilishi juda muhimdir. Ilgari vaziyat qanday edi va endi nima o'zgardi? Uzoq yillar davomida mamlakatimizda nafaqaxo'rlar o'zlarining barcha hisob kitoblarini, jumladan kommunal xizmatlar, mulk solig'i, yer solig'i va boshqa majburiy to'lovlarni o'z vaqtida to'lashga odatlangan edilar. Aksariyat odamlar barcha to'lovlar majburiy deb hisoblashardi va faqatgina juda kam sonli alohida imtiyozlarga ega bo'lgan fuqarolar ba'zi ozodliklardan foydalana olishardi. Ko'pincha hattoki imtiyozga ega bo'lganlar ham byurokratik qiyinchiliklar, ma'lumotning yetishmasligi yoki oddiygina o'z huquqlaridan bexabarlik tufayli ulardan foydalana olmasdilar. Ma'lumotning tarqoqligi va qonunlarning tushunarsiz joylari vaziyatni yanada murakkablashtirardi. Nafaqaxo'rlar ko'pincha qanday bo'lsa shunday degan tushuncha bilan yashab, o'z pullarini har bir xizmat uchun to'lashga majbur deb hisoblashardi. Bu esa ularning cheklangan byudjetiga katta yuk bo'lib tushardi. Ammo endi ayniqsa aprel oyidan boshlab vaziyat tubdan o'zgardi va ko'plab nafaqaxo'rlar uchun yangi imkoniyatlar ochildi. O'zbekiston Respublikasi hukumati nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan qator choralar ko'rdi va mavjud qonun hujjatlariga aniqliklar kiritdi. Endilikda amaldagi qonun hujjatlari va tartiblarga ko'ra nafaqaxo'rlarning ma'lum toifalarga ba'zi to'lovlardan to'liq yoki qisman ozod bo'lish imkoniyati berilmoqda. Bu nafaqaxo'rlar uchun katta yengillik bo'lib, ularning pensiyalarini sezilarli darajada tejash imkoniyatini beradi. Bu o'zgarishlar shunchaki nazariy emas, balki amalda qo'llanilishi kerak bo'lgan real imtiyozlardir. Bu yangi imkoniyatlardan xabardor bo'lish va ulardan foydalana olish har bir nafaqaxo'rning moddiy ahvolini yaxshilashga xizmat qiladi. Batafsil tushuntirish, nimalarni bilish kerak, kimlar uchun ahamiyatli va kimlar uchun emas. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Nafaqaxo'rlar aynan qanday to'lovlardan ozod qilinishi mumkin? Kimlar bu imtiyozlarga ega? Bular asosan mulk solig'i, yer solig'i, kommunal xizmatlarning ayrim turlari, masalan maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish, lift xizmati, ayrim hollarda suv ta'minoti, shuningdek boshqa majburiy yig'imlarga tegishli bo'lishi mumkin. Keling, har bir bandni alohida ko'rib chiqamiz. 1. Mulk solig'i va yer solig'i. Bu eng katta tejamkorlik manbalaridan biri bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonuniga va soliq kodeksiga asosan ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar mulk solig'i va yer soligidan to'liq yoki qisman ozod qilingan. Kimlar bu imtiyozlarga ega? Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, shuningdek ularga tenglashtirilgan shaxslar. Bu toifadagi fuqarolar ko'pincha mulk solig'i va yer soligidan to'liq ozod qilinadi. Misol uchun, Toshkent shahrida yashovchi 65 yoshli Murod Bobo 2-jahon urushi faxriysi. Uning nomida 3 xonali kvartira va Bo'g'iston qishlog'ida kichik yer uchastkasi bor. Ilgari Murod Bobo kvartirasi uchun yiliga 4,5 million so'm, yer uchastkasi uchun esa 1,5 million so'm soliq to'lagan. Yangi tushuntirishlarga ko'ra, u bu to'lovlarning har ikkalasidan ham to'liq ozod qilingan. Bu Murod Boboning har yilgi byudjetiga jami 600 ming so'm qo'shimcha mablag' degani. Bu mablag' uning dori-darmon yoki oziq-ovqat xarajatlarini qoplashga yordam berishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar, ayniqsa AI va ikimlik guruh nogironlari, ularga ham ma'lum miqdordagi mulk va yer uchastkasi uchun soliq imtiyozlari beriladi. Masalan, 68 yoshli Iguru nogiron Dilbar opa o'zi yashaydigan 2 xonali kvartirasi uchun mulk soligidan ozod qilingan. Agar uning soliq miqdori yiliga 3,5 ming so'm bo'lgan bo'lsa, endi u bu summani to'lamaydi. Ammo agar Dilbar opaning nomi ostida ikkinchi bir kvartira bo'lib, u ijaraga berilgan bo'lsa, unda faqat asosiy yashash joyi uchun imtiyoz qo'llaniladi, ikkinchisi uchun soliq to'lanadi. Bu yerda aniq nuansi bor. Shuning uchun har bir holatni alohida ko'rib chiqish muhim. Yolg'iz yashovchi keksa nafaqaxo'rlar va kam ta'minlangan oilalardagi nafaqaxo'rlar. Ba'zi hududlarda va maxsus dasturlar doirasida ularga ham
mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyozlar ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Bu mahalliy hokimiyat organlarining qarorlariga bog'liq bo'ladi. 2. Kommunal xizmatlar uchun to'lovlar. Bu eng ko'p bahs munozaralarga sabab bo'ladigan va nafaqaxo'rlarni eng ko'p tashvishga soladigan masala. Kommunal to'lovlar ayniqsa isitish, gaz, elektr energiyasi, suv va maishiy chiqindilarni olib chiqish xizmatlari pensionerlar byudjetida katta o'rin tutadi. Ba'zi nafaqaxo'rlar ba'zi xizmatlar uchun to'lovlardan to'liq yoki qisman ozod qilinishi mumkin. Maishiy chiqindilarni olib chiqish xizmati. Ko'pgina hollarda yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlar va kam ta'minlangan oilalardagi nafaqaxo'rlar bu to'lovdan ozod qilinadi. Misol uchun, Itbeki yoshli yolg'iz yashovchi Gulnora Momo oylik pensiyasidan 20 ming so'm maishiy chiqindi uchun to'lab kelgan. Endi yangi tartibga ko'ra u bu to'lovdan ozod qilinishi mumkin. Bu yiliga 220 ming so'm tejamkorlik degani. Kichik deb tuyulishi mumkin, lekin nafaqaxo'r uchun bu ham katta yordam. Lift xizmati. Ko'p qavatli uylarda yashovchi nafaqaxo'rlar, ayniqsa nogironligi bo'lgan shaxslar. Ba'zi hollarda lift xizmati uchun to'lovlardan ozod qilinishi mumkin. Bu mahalliy uy-joy kommunal xo'jaligi boshqarmasi tomonidan belgilanadi. Suv ta'minoti va kanalizatsiya xizmatlari. Ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar. Ayniqsa qishloq joylarda yoki kam ta'minlangan oilalarda ma'lum miqdordagi suv iste'moli uchun imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin. Bu asosan o'lchov asbobisiz hisob-kitob qilingan hollarda ahamiyatli bo'ladi. Agar hisoblagich o'rnatilgan bo'lsa, unda faqat iste'mol qilingan hajm uchun to'lov hisoblanadi va imtiyozlar kamroq qo'llaniladi. Gaz va elektr energiyasi. Bu xizmatlar uchun to'liq ozodlik kamdan kam uchraydi. Ammo ayrim guruhlar uchun, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari uchun tariflar bo'yicha imtiyozlar yoki ma'lum miqdordagi iste'mol uchun chegirmalar mavjud bo'lishi mumkin. Boshqa to'lovlar va yig'imlar. Jamoat transporti. O'zbekistonda nafaqaxo'rlar uchun jamoat transportida avtobus, metro imtiyozli tariflar mavjud. Ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar esa bepul foydalanish huquqiga ega. Masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari jamoat transportidan bepul foydalanishlari mumkin. Bu ham ularning kundalik xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Tibbiy xizmatlar. Davlat shifoxonalarida bepul tibbiy xizmatlar pensiya tizimida mavjud bo'lgan asosiy huquqlardan biridir. Biroq ba'zi xususiy klinikalarda yoki davlat shifoxonalardagi qo'shimcha pullik xizmatlar uchun nafaqaxo'rlar uchun chegirmalar yoki alohida tartiblar belgilanishi mumkin. Kimlar uchun bu ma'lumot ayniqsa muhim? Yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli toifadagi nafaqaxo'rlar, urush qatnashchilari, nogironlar, yolg'iz keksalar, kam ta'minlanganlar. Ya'ni agar siz yuqorida sanab o'tilgan guruhlardan biriga mansub bo'lsangiz, demak siz uchun bu ma'lumot hayotda ahamiyatga ega. Agar siz bu toifaga kirmasangiz ham, oilangizda shunday nafaqaxo'rlar bo'lishi mumkin. Ularni bu imtiyozlardan xabardor qilish ularning hayotini ancha yengillashtiradi. Kimlar uchun bu ma'lumot unchalik ahamiyatli emas? Agar siz pensiya yoshida bo'lsangiz, lekin yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli guruhlarga kirmasangiz va sizning daromadingiz o'rtachadan yuqori bo'lsa, sizning iqtisodiy imtiyozlaringiz cheklangan bo'lishi mumkin. Biroq baribir o'z mahalliy hokimiyat organlari yoki tegishli idoralarga murojaat qilib, o'zingizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday imkoniyatni aniqlashtirishni maslahat beraman. Istisno to'siqlar va nozik jihatlar, lekin har qanday qoida o'z istisnolariga ega. Shunday emasmi? Va har doim ham hamma narsa biz xohlagandek oson bo'lavermaydi. Ba'zi holatlarda nafaqaxo'rlar barcha imtiyozlardan foydalana olmaydilar yoki ularning doirasi cheklangan bo'lishi mumkin. Bu yerda sizni kutayotgan ba'zi nozik jihatlar va to'siqlar haqida so'z yuritmoqchiman. Imtiyozlar faqat ma'lum bir toifadagi nafaqaxo'rlarga tegishli. Masalan, agar siz yaqinda nafaqaga chiqqan bo'lsangiz va sog'lig'ingiz yaxshi bo'lsa, siz kommunal xizmatlarning barcha turlaridan avtomatik ravishda ozod qilinmaysiz. Imtiyozlar ko'pincha ijtimoiy zaif qatlamlarga, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslarga, yolg'iz keksalar yoki kam ta'minlangan oilalarning nafaqaxo'r a'zolariga qaratilgan. Qonunchilikda har bir imtiyoz uchun aniq mezonlar belgilangan. Bu mezonlarga mos kelmasangiz, afsuski, imtiyozlardan foydalana olmaysiz. Misol, nafaqaga chiqqan, ammo hech qanday imtiyozli toifaga kirmaydigan 62 yoshli pedagog Zulfiya opa elektr energiyasi yoki gaz uchun to'liq imtiyoz olishni umid qiladi. Biroq uning pensiyasi o'rtacha bo'lganligi va nogironlik darajasi yo'qligi sababli u bu imtiyozlarga ega bo'lmaydi.
Faqatgina umumiy qonuniy imtiyozlar, masalan, agar ular mavjud bo'lsa, jamoat transporti uchun chegirmalardan foydalanishi mumkin. Ikki imtiyozlar to'liq emas, balki qisman bo'lishi mumkin. Ba'zi xizmatlar uchun to'lovdan to'liq ozod bo'lish o'rniga nafaqaxo'rlar chegirmaga ega bo'lishlari mumkin. Masalan, gaz yoki elektr energiyasi uchun ma'lum bir iste'mol chegarasigacha chegirma berilishi, bu chegaradan oshgan taqdirda esa to'liq tarif bo'yicha to'lash talab qilinishi mumkin. Misol, 20 yoshli Ahmad aka gaz uchun Idimpendi chegirmaga ega. Uning kvartirasida o'rtacha oylik gaz iste'moli 2 kub metr. Agar uning imtiyozi bir oyda 2 kub metrgacha bo'lsa, u faqat 2 kub metr uchun to'liq tarif to'laydi. Qolgan 5 kub metr uchun esa 5 bardin chegirma oladi. Bu degani u gaz uchun to'lovni butunlay to'xtatmaydi, balki sezilarli darajada kamaytiradi. O'tdi. İmtiyozlar avtomatik tarzda berilmaydi. Bu juda muhim nuqta. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar imtiyozlar ularga avtomatik ravishda tayinlanadi deb o'ylaydi. Ammo bu har doim ham shunday emas. Ko'p hollarda imtiyozlardan foydalanish uchun tegishli arizalar bilan murojaat qilish va kerakli hujjatlarni taqdim etish talab qilinadi. Ba'zi imtiyozlarni har yili yangilash ham kerak bo'lishi mumkin. To'siq, byurokratiya va ma'lumotning yetishmasligi. Ba'zi idoralar xodimlari ham imtiyozlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasliklari mumkin. Bu esa nafaqaxo'rlarga qiyinchilik tug'diradi. Ba'zan kerakli hujjatlarni to'plash qiyin bo'lishi yoki navbat kutish uzoq davom etishi mumkin. 4. Mulkning miqdori va turi. Yana bir muhim jihat, imtiyozlar ko'pincha faqat bir mulk obyektiga tegishli bo'ladi. Agar nafaqaxo'rning nomi ostida bir nechta kvartira yoki yer uchastkasi bo'lsa, u imtiyozni faqat bittasiga qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Odatda uning doimiy yashash joyi bo'lgan asosiy mulkka. Misol, yetimlik yoshli Kulchehra aya o'zi yashaydigan kvartiradan tashqari nabirasiga yordam berish uchun yana bir kichik uyga egalik qiladi. Mulk solig'i bo'yicha imtiyozni u faqat o'z ro'yxatdan o'tgan va doimiy yashaydigan kvartira uchun olishi mumkin. Ikkinchi uyi uchun esa to'liq soliqni to'lashiga to'g'ri keladi. Bu ham juda muhim nuansa. 5. Muddatlar va sanalar. Ba'zi imtiyozlar ma'lum bir muddatga beriladi va ularni qayta rasmiylashtirish talab etiladi. Misol uchun, nogironlik guvohnomasining amal qilish muddati tugasa, imtiyozlar ham to'xtatiladi. Shuningdek, aprel oyidan boshlab joriy etilgan yangi tartib-qoidalar faqat aprel oyidan keyingi davrga taalluqli bo'lishi mumkin. Oldingi davrlar uchun to'langan pullar qaytarib berilmasligi mumkin. Shuning uchun imtiyozlarni kechiktirmasdan rasmiylashtirish muhim. Ushbu nozik jihatlarni bilish sizni ortiqcha sarsongarchilikdan qutqaradi va vaqtingizni tejaydi. Unutmang, har bir idorada o'zining ichki tartib-qoidalari bor. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin telefon orqali aniqlashtirib olish zarar qilmaydi. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Xo'sh, endi eng muhim savolga o'tamiz. Bu imtiyozlardan foydalanish uchun nima qilish kerak? Qaysi idoralarga murojaat qilish kerak? Bu qadamlar aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Shunda har bir nafaqaxo'r o'z huquqlaridan to'liq foydalana oladi. Birinchi qadam ma'lumot yig'ish va holatingizni baholash. O'zingizga qaysi turdagi imtiyozlar tegishli ekanligini aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari va qonun hujjatlari bilan tanishib chiqing. Ayniqsa, fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun, soliq kodeksi va kommunal xizmatlarga doir qoidalarni o'rganing. Bu qonunlar internetda yoki yuridik ma'lumotlar bazalarida mavjud. O'zingizning ijtimoiy toifangizni aniqlang. Siz ikkinchi jahon urushi qatnashchisimisiz? Nogironligingiz bormi? Qaysi guruh? Yolg'iz yashovchi keksa nafaqaxo'rmisiz? Kam ta'minlangan oila a'zosimisiz? Bu savollarga aniq javob berish sizga qaysi imtiyozlar tegishli ekanligini belgilab beradi. 2. Ikkinchi qadam kerakli hujjatlarni to'plash. Har bir idora o'ziga xos hujjatlar ro'yxatini talab qilishi mumkin, ammo umumiy ro'yxat quyidagicha: shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta nusxasi va asli, pensiya guvohnomasi nusxasi va asli, agar mavjud bo'lsa, nogironlik guvohnomasi nusxasi va asli, uning amal qilish muddati ko'rsatilgan holda. Agar mavjud bo'lsa, faxriylik guvohnomasi, ikkinchi jahon urushi qatnashchilari uchun nusxasi va asli. Mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr hujjati, uy joyga egalik qilish huquqi to'g'risidagi guvohnoma, kvartira yoki yer uchastkasi uchun nusxasi va asli, oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma mahalliy fuqarolar yig'inidan, mahalla qo'mitasidan olinadi. Bu hujjat sizning uy xo'jaligingizda qancha odam yashashini ko'rsatadi.
Bu esa kommunal xizmatlar uchun imtiyozlarni hisoblashda muhimdir. Ayrim hollarda daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar imtiyozlar kam ta'minlanganlik mezoni bilan bog'liq bo'lsa, pensiya fondidan yoki boshqa manbalardan daromadlar haqida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Shaxsiy hisob varaqlar raqamlari. Kommunal xizmatlar uchun hisob-kitob qilingan shyot fakturalar. Uchun 3-qadam tegishli idoralarga murojaat qilish. Mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha Soliq inspeksiyasining hududiy bo'limiga murojaat qilasiz. Sizdan ariza va yuqoridagi hujjatlar talab qilinadi. Ular sizning murojaatingizni ko'rib chiqib, soliq bazasidan ozod qilish yoki chegirma berish to'g'risida qaror qabul qiladilar. Kommunal xizmatlar bo'yicha maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish xizmati. Hududiy toza hudud yoki shu kabi tashkilotga yoki mahalliy uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limiga murojaat qilinadi. Lift xizmati. Uy-joy egalari shirkati, uy-joy kommunal xo'jaligi yoki uyingizni boshqaradigan boshqaruv kompaniyasiga murojaat qilasiz. Suv ta'minoti va kanalizatsiya suv ta'minot korxonasiga murojaat qilasiz. Gaz va elektr energiyasi. Hududiy gaz ta'minot korxonasi, hudud gaz ta'minot va elektr ta'minot korxonasi hududiy elektr tarmoqlariga murojaat qilasiz. Boshqa imtiyozlar, masalan, jamoat transporti. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya bo'limlari orqali aniqlashtirasiz. 4-qadam arizani to'g'ri yozish va hujjatlarni rasmiylashtirish. Har bir idorada imtiyoz olish uchun ariza namunasi bo'ladi. Arizani to'ldirishda ehtiyot bo'ling. O'zingizning toifangizni va qaysi qonun hujjatlariga asosan imtiyoz so'rayotganingizni aniq ko'rsating. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining moddasi va fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunining moddasiga asosan deb yozishingiz mumkin. Barcha hujjatlarning nusxalarini taqdim eting. Asl nusxalarini esa tekshirish uchun ko'rsatasiz. Arizangizni ro'yxatdan o'tkazganingizni tasdiqlovchi hujjat, kiruvchi raqam va sana olishni unutmang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda sizga yordam beradi. Agar sizga yordamchi kerak bo'lsa, mahallangizdagi ijtimoiy xodimlar yoki huquqshunoslardan maslahat olishingiz mumkin. 5-qadam. Javobni kutish va monitoring qilish. Idoralar sizning arizangizni ma'lum bir muddatda ko'rib chiqishlari va yozma javob berishlari shart. Agar sizga rad javobi berilsa, sababini aniqlashtiring va agar noqonuniy deb hisoblasangiz. Yuqori turuvchi organlarga yoki sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Sabrli bo'ling va o'z huquqlaringizni talab qiling. Ba'zan bir idora eshikni yopishi mumkin, ammo ikkinchisida sizga yordam berishadi. Unutmang, bu imtiyozlar sizning qonuniy haqqingiz. Shuning uchun ulardan foydalanishdan uyalmang yoki qo'rqmang. Bu sizning pensiyangizni tejash va hayot sifatini yaxshilash uchun ajoyib imkoniyatdir. Ayniqsa, aprel oyidan boshlab bu imkoniyatlardan foydalanish uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Aziz do'stlar, bugungi videomiz nafaqaxo'rlarimiz uchun aprel oyidan boshlab mavjud bo'lgan katta iqtisodiy imkoniyatlar haqida edi. Esingizda bo'lsin, bu sizning haqqingiz va siz undan foydalanishingiz kerak. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish sizning farovonligingiz uchun juda muhimdir. Umid qilamanki, bergan maslahatlarim sizga amalda yordam beradi va sizning byudjetingizga sezilarli yangilik olib keladi. Agar sizda bu borada shaxsiy tajribangiz bo'lsa, izohlarda biz bilan bo'lishing boshqa tomoshabinlarimiz uchun ham foydali bo'ladi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.